Uyga to'pli pol qilmoqchi bo'lganlar videomizni oxirigacha ko'ringlar. 5 xona uyda to'pli pol qilish necha pulga tushganligi to'g'risida to'liq ma'lumotga ega bo'lasizlar. Farg'onalik usta akalarimiz xolasalaring uylaringga borib hamma yo'q bilan o'zlari shuni to'pli polni bitirib berib ketishadi. Xolasalaring xizmat haqqini berasizlar. Mahsulotlarni olib berasizlar. Videomizni oxirigacha ko'radigan bo'lsalaring to'liq ma'lumotini berib o'tamiz. Biz hozir sizlarni kuttirmaymizda. Hojiakbar akamizdan to'liq ma'lumotlar olamiz. Assalomu alaykum. Hojiakbar aka, yaxshimisiz aka? Sizsiz ash kadrda olaman. Xo'p, aka 5 xona uyimizni o'zingiz noliga mana shu to'pli pol qilib bergan ekansiz. Endi bir qancha mahsulot ketdi? Birinchi o'rinda bu o'zi qanaqa to'pli pollar bor aka? Suvda deyishadi, to'kli deyishadi. Bu asosiy suvda ishlagan to'g'ri pol. Aha. Suv sistemada. Suv aylanib turadi. Aylanib turadi. Shunda. Aha. Nariga to'kligini ham qilib beraverasizmi? To'kligi yana undan boshqa turlari ham bormi? Shu hozir asosiy ikkita ikki xil varianti. Aha. Uni ham qilinaveradi. To'kligini ham qilib berilaveradi. Qilinaveradi. Xo'p, aka, endi bitta joylarni ko'rsatsangiz, necha kvadratligini necha kunda bitirib berganingiz to'g'risida ma'lumot bersiz aka. O'sha joyimiz 105 kvadratdan iborat. Aha. Ichida ikkita sanuzul bor. Sanuzullarimizni shlankalarni mana orasini 10 santimetrdan to'qiganmiz. Ommavlik uchun so'rab turish uchun. Bu yoqda ham spanni. Spanni yana tagiga tashlangan. Spanni o'zini tagi отдельно to'qilgan, keyinchalik o'chirib qo'yaman desa, bunaqa sharoiti ham bor. Отдельно o'zini o'chirib. Spannida o'zini отдельно o'chiraveradi. Boshqaruv sistemasi naryoqdagi xonalardami? Ha, naryoqxonada kollektori joylashgan. Buni aka uyda endi issiqligini ushlash maqsadida orasini mana hozir qisqaroq yoki yanada ekonom qilib kattaroq ochsa ham bo'ladimi? Standart razmeri bormi? Standart o'sha 15 dan 20 gacha bo'ladi razmeri. Hozir bizlarni batareyaga ham joy tashlab ketilgan. Buni ham qo'yilishning hisobiga 20 dan qo'yilgan. Orasi. Orasi 20 dan ochilgan. Talabga qarab turib yana o'lchamini, boshqasini qilsa bo'ladi. Orasini qisqartirsa bo'ladi. Bu vaqtda yana ustakalarimiz ishga urishyapti. Xo'p, bu aka birinchi beton holatda bo'ladimi? Buni tagi asl birinchi qatori nima? Birinchi qavati o'sha stashka bo'ladi. 4-5 sm. Undan keyin o'sha spenapleximiz, gidroparabaryer olinadi. Mana bardur lentalarimiz ham qo'yilgan, chekkalarga yopishtirilgan. Chekkaga. Buni vazifasi o'sha shlanka qiziganda betonni ishib yorib olmasligi hisobiga shunaqa yopishtirib chiqilgan polni devor burchaklariga. Metgancha sanuzulchamiz bu. Bu ichkarida sanuzul. Endi shlankalar tashaganlardan keyin ustiga hozir mana borda bu nima urvinga qo'yyaptilarmi yo nima bo'ladi? Urvinga qo'yib, stashga quyishyapti ustakalar. Ustiga stashga quyishadi. Necha santimetr quyish tavsiya qilinadi? Bo'lim endi 5 sm qalinlikda quyiladi stashkalarimiz. 5 santimetr. Endi buni boshqarish tizimi kollektori vaqtida joylashgan bu tomonda. U tomonda ichkariga olib kirilgan. Oshxonaning ichki qismiga joylashtirilgan mana. Mana bu yerda ekan. Oho. Hamma o'sha qatorini yozib bergan o'zi. Kelgan shlankalarni qaysi o'chirib yoqilsa bo'ladi. Bemalol yoqish mumkin. O'chirib yoqilsa bo'ladi. Xo'p, endi aka shu mahsulotlarning narxlari bo'yicha bir ma'lumot berib o'tsangiz aka. Mahsulotlarimiz, bu shlankalarimiz 3 qavatli alyumindan nima edi? Alyumindan bo'lgan shlanka. 3 qavatli. Bularimiz 6700 so'mdan olganmiz metrini. Endi penapleximiz bor. Penapleximiz 2 santimetrli penaplex qo'yilgan. 2 santimetrligini narxi qancha? Mana bunaqa penaplex. 2 santimetrligini narxi qanaqa bo'ladi aka? Hozir ko'rib bering aka. Akamizda ro'yxat bor, ro'yxatdan ko'rib berishadi. Iloji bo'lsa nima deydi? Bir 10 kvadratga hisoblab bersangiz ham mayli. Nechta penaplex ketadi?
qancha shlanka ketadi. Hali uyni hajmini o'sha 10 kvadratga qarab odamlar o'zi hisob-kitob qilib olaveradi. Mhm. 11.800 so'mdan ekan. 11.800 so'mdan. Mhm. 10 tasi donasi Buni 11.800. bir donasi 0.7 kvadrat hisoblanadi. Mhm. Ikkitasi 1.5 kvadrat hisoblanadi. O'shani donasi 11.800 so'm. 11.800 so'mdan. Undan ham arzonrog'i, qimmatrog'i bor. Unda o'zi odamning nimasiga qarab, Talabiga qarab talabiga qarab olinaveradi. olinaveradi. Aha, endi aka sizni to'pli pol qilib berish xizmatingiz qancha bo'ladi? Bu xizmatimiz 50 ming bo'ladi kvadratiga. 1 kvadratiga 50 ming 50 so'm. ming, aha. Endi misol uchun videomizni ko'rayotganlar sizga aloqaga chiqib, uka hamma yo'qni olib borib, chiroyli qilib, ishonchli qilib bering desa, hamma mahsulotni o'zingiz olib borib, uylarni bitirib beraverasizmi to'pli pol? Bemalol birinchi qo'yish magazinlarimiz bor. Xohlasa kelishilgan holda ishlayveradi. Klient bilan. Ustida betoni masalasi keladigan bo'lsa, betonni qanchadan quyib berishadi? Misol uchun o'zingiz bo'lmasa, tanish ustalar topib, uni ham bitkizib beraverasizmi? Ha, tanishlarimiz bor. Xohlasalar ham shu kelishilgan holda ustalar bilan gaplashib qo'yilaveradi. Xo'p, xizmat ko'rsatishlari akalarimizda Farg'ona, Andijon, Namangan bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Usta akalarimiz kimni mana shunaqa to'pli pol bo'yicha qiziqtirgan savollar bo'lsa, ekranda usta akalaringiz telefon raqamlarini yozib qoldirdik. Abba akram shu yerdalar, o'rtog'im. Xudo xolasa aloqaga chiqinglar, chiroyli qilib uylaringni to'pli pol qilib berishadi. To'pli pol bo'yicha yana qanaqangi savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda o'sha savollaringga javob olib o'tamiz.